Oxirgi 3 yil ichida vitamin D tanqisligi bo'yicha kurash davom etmoqda. Albatta, vitamin D bu organizm uchun juda ham foydali vitamin. Uni yetishmovchiligi sog'liqdagi ko'pgina muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga organizm uchun kerakli yana bir necha moddalar bor. Bular gemoglobin va temir moddasi. Teri quruqligi, shilda qavatlarni rangpar va ko'kimtirligi, ishtahani pastligi, immunitetni pastligi, tez-tez shamollashlar, tez toliqish, bularni hammasi organizmda temir moddasi yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan kamqonlikni belgilari. Organizmda temir moddasi pasaygani sari uni so'rilishi ham buziladi va temir moddasi tarkibida bor mahsulotlarni rad qilish ham kuzatiladi. Shuni e'tiborga olish kerakki, temir moddasi organizmda sintez qilinmaydi. U faqat tashqaridan oziq-ovqat orqali organizmga tushadi. Bolaga sutkasiga 10-15 milligram temir moddasi kerak. Bu degani 200 gram pishirilmagan grechka yoki 100 gram jigar. Bundan tashqari temir moddasi qizil go'shtda ko'p bo'ladi, ya'ni mol go'shti va qo'y go'shtida. Qizil rangdagi mevalar va sabzavotlar ham temir moddasiga boy bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, bolajonlaringlarning sog'lig'iga e'tiborli bo'linglar, ularni to'g'ri ovqatlantiringlar. Kamqonlik belgilari kuzatilganda vaqtida shifokorga murojaat qilib, uni bartaraf etinglar.